Assalomu alaykum. Apparat forumi Sardorbek kanali obunachilar. Hop, YouTube kanalimizga inshaalloh mana buni yig'ilish jarayonini video obzor qilib tashladik. Xudo xolasa mana to'liq bitdi inshaalloh. 8 ta niz, 4 ta sredniy. 4 ta sredniy ichida ham 8 ta dinamik. Bular hammasi paramoyda. Crossover yoki kontroller orqali ishlatiladi. Bularga ikkalasiga ham tagidagi nizlarimizga Elektroz yoki Martin 4 kanalli stator, tepadagi sredniylarimizga ham o'shaning 9850 tappagida bunga ham shu 4 kanalli statorni qo'yib, xudo xolasa ishlatiladi. Inshaalloh mana apparaturamiz bitdi. Bo'ylari ham inshaalloh normalniy bo'ldi. Unaqangi juda ham baland emas, past emas. Xudo xolasa juda ham yaxshi. Xudo xolasa kimga ma'qul kelgan bo'lsa, inshaalloh zakaz qilaverasizlar. Xudo xolasa zakasini qarab ham bitkazdirib beramiz. Xudo xolasa ko'rinishlari juda ham chiroyli va akkuratniy bo'ldi. Xudo xolasa bugun endi kech kirib qoldi. Ertaga xudo xolasa ovozini chiqargan holatda ham video obzor qilib inshaalloh tashlab berishga harakat qilamiz. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan obunachilarimizga kattakon rahmat. O'zinglarni ehtiyot qilasizlar. Xo'p, buni narxini so'ragan obunachilarimiz uchun korpusini displaydan mana shu materialdan shu ko'rinishda $750 ga tayyorlab beramiz. 8 tasini. Ichidagi dinamiklari bilan komplekt bo'ladigan bo'lsa, $2900 ga bitar ekan inshaalloh. Mana shu 8 ta kolonkamiz yangi hamma narsasi. Shu turishi $2900 ga xudo xolasa siz aziz obunachilarimizga qilib beramiz. Inshaalloh bemalol kelib xarid qilib olishingiz mumkin.